Shunday lahzalar borki, ularni yillar davomida kutasiz. Kelganida esa uning haqiqat ekaniga ishonish qiyin bo'ladi. Voqelik tushga, tush esa voqelikka o'xshab ketadi. Makkaga yetib kelganimda men aynan shu holatda edim. Bizni Safar Travel'ning Makkadagi vakillari gullar va shirinliklar bilan kutib olishdi. Uzoq yo'ldan keyin bu e'tibor yanada iliq tuyuldi. Men joylashgan Al-Eba mehmonxonasi haramga juda yaqin. Xonaga kirib, jomadonimni bir chetga qo'ydim-da, deraza pardasini ochdim. Bir lahzaga nafasim ichimga tushib ketdi. Shu paytgacha Makka men uchun rasmlarda, videolarda va tasavvurimda yashardi. Endi esa haram derazamdan ko'rinib turibdi. Ishonish qiyin. Men rostdan ham Allohning mehmonimanmi? Yangi holat meni karaxt qilib qo'ygandek. Yo'lboshchimiz taomlanib olgach, umra ibodatiga chiqishimizni aytdi. Soat tungi 1:30. Rostini aytsam, bu qadar tez bo'lishini kutmagandim. Bir necha soat oldin Toshkentda edim. Endi esa haram yonidaman. Birozdan keyin umraga chiqaman. Shunda hayajon o'z o'rnini boshqa bir tuyg'uga bo'shatdi. Kutilgan lahzalar tobora yaqinlashib kelayotgandi.